Muz maydoni, shayba, tezlik va to'qnashuvlar bu xokkey demakdir. 14 aprel kuni xokkey bo'yicha O'zbekiston chempionatida hal qiluvchi final seriyasining 4-o'yini bo'lib o'tdi. Toshkentdagi Ice City Muz saroyida Semurx va Binokor jamoalari yana bir bor bahs olib borishdi. Mazkur uchrashuv seriyani yakunlab berishi va chempion nomi aniq bo'lishi mumkin edi. Buning uchun umumiy hisobda 2-1 natijasi bilan oldinda borayotgan Semurx xokkeychilari uchrashuvni g'alaba bilan yakunlashlari lozim edi. Muz saroyida haqiqiy xokkey atmosferasini yaratib bergan muxlislar har ikki jamoani qo'llab-quvvatlab turishdi. Uzoq tanaffusdan so'ng ilk marotaba tashkil etilgan ushbu chempionatni 4 ta jamoa boshlagan, oxir-oqibat Toshkent va Humo klublaridan yaxshiroq natija qayd etgan ikki klub finalga yetib kelgan bo'lib, seriyani Semurx ustunlikda davom ettirayotganda, ta'kidlash lozim, muntazam chempionat o'yinlari fevral oyidan boshlab muxlislar e'tiborida bo'ldi. Вы сами все видите. Barchasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Tanaffusdan so'ng birinchi marotaba tashkil etilgan xokkey bo'yicha O'zbekiston chempionati borasida nafaqat biz mas'ullar, balki muxlislar va hatto xalqaro mutaxassislar ham iliq fikrlarni bildirishmoqda. Har bir o'yin keskin kurashlar bilan o'tdi va o'tmoqda. O'ylaymanki, biz kelgusi mavsumda yanada katta qadamlarni tashlay olamiz. Hozir xalqaro federatsiyalar bilan hamkorlikni ham rivojlantirmoqdamiz. Xokkey oilasi juda katta va biz O'zbekiston xokkey federatsiyasi sifatida integratsiya yo'lini tanlaganmiz. 4-uchrashuvdayoq imkoniyatni boy berishni istamagan Binokor o'yinda o'zgacha kayfiyatda harakat qildi. Semurx xokkeychilariga esa bu matchda chetlatishlar ko'p marotaba pand berdi. Ko'pchilik holda aksar daqiqalarni o'tkazgan Binokor vakillari bu ustunlikni hisobga ham ko'chira olishdi. Yakun 5-2 Binokor foydasiga. Bu degani play-off final seriyasining 5-hal qiluvchi o'yini bo'ladi degani. В целом каждая игра Muntazam chempionatda ham, mana bu bo'lib o'tayotgan final seriyasida ham har bir o'yin keskin kurashlarga boy o'tmoqda. Muz maydonining har bir qarich yerida shayba uchun juda ham kuchli kurash kechmoqda. Bizga bu o'yin juda ham muhim edi. Barchasini to'g'ri amalga oshirdik va uchrashuvni g'alaba bilan yakunlay oldik. 5-uchrashuv haqida biror narsa deya olmayman. Bu yerda aniq favorit yo'q, ammo shunisi aniqki, biz g'alaba uchun harakat qilamiz. Muxlislar uchun yana bir bor eslatib o'tamiz. Xokkey bo'yicha O'zbekistonning birinchi chempioni va bosh sovrin sohibi nomi 16 aprel kuni bo'lib o'tadigan matchdan so'ng ma'lum bo'ladi. Manzil esa o'zgarmagan, Ice City Muz saroyi. Uchrashuvning boshlanish vaqti 20:00.